Nima gap? Mana bu mushtumzo'r o'qituvchini qayerdan topgansiz? Nega mushtumzo'r? Kim uribdi? O'g'limni, Nabiyev Sardorni qo'liga lineyka bilan uribdi. Voy, vo. Yomon bo'pti-yu. O'g'lingizni travmatologiyaga olib borarmiz. Qo'lini tekshirtirarmiz. Yana gangrena bo'lib ketmasin. Asadilla aka. Nimaga urdingiz? Darsdan uzashtira olmaganligi uchun. Dadasini 3 marta chaqirtirdim, lekin kelmadi. Mani bekorchi vaqtim bormi senga? Mana bor ekanim. Kelibsiz-ku. Shoshmang. Siz boshida o'g'lingizni olib kelganingizda nima deganingiz esingizda? Bola imtihondan to'g'risi o'tolmadi. Lekin xavotirga o'rin yo'q. Yaxshilab ishlasak, natija berish mumkin. Domla haligi eskilar aytadi-yu, go'sht sizniki, suyagi bizniki deb. So'ksangiz ham, ursangiz ham mana shu bola sizga. Bizga odam qilib bersangiz bo'ldi, domlajon. Esladingizmi? Qonunlarimizdan bexabarmisizlar deyman. O'quvchini urgan o'qituvchi. Xullas. Ishdan bo'shatasiz mana buni. Asadilla aka. Siz gapingizni o'ylab gapiryapsizmi? Men bu o'qituvchini Buxorodan olib kelganman. Siz o'g'lingizga o'xshagan bolalar yaxshi o'qisin deb olib kelganman. Bu o'qituvchi shaharda bitta. Bu shaharda bitta bo'ladigan bo'lsa, mana o'g'lim dunyoda bitta, shuni bilib qo'ying. Tez bu o'qituvchini bo'shatasiz. Bu millat o'tmishda o'qituvchini rosa xorladi. O'qituvchiga paxta ham terdirdi, ko'cha ham tozalabdi. Qayerda qarzi chalib o'tirishga odam kerak bo'lsa, o'qituvchini oborib o'tkazib qo'ydi. Mana endi oqibatini ko'ryapmiz. Asadilla aka, sizdan iltimos. Yurt kelajagi uchun Bunaqangi balandparvoz gaplarni yig'ishtiring. Tez mana bu o'qituvchini statya bilan bo'shatasan. Bezajon. Iltimos, shu yerda to'xtataylik. Men hoziroq arizam yozaman, bu sochimni ishdan bo'shat. Qanaqa ariza? Statya bilan bo'shatasan. yana nima qilmoqchisiz? Statya bilan ishdan bo'shatilgandan keyin baribir chiqarish olmayman. Shunga Rossiyaga ketmoqchiman. Bu odam baribir meni tinch qo'ymaydi. Qanaqa Rossiya? Siz bizga keraksiz. Xullas bunday qilamiz. Sizni o'z arizangizga ko'ra ishdan bo'shatib, oshpazga yordamchi qilib ishga olamiz. Iltimos, meni to'g'ri tushuning. Shunga majburman. Men ovqat pishirishni bilmayman. Siz ovqat pishirmaysiz. Xo'sh bolalar, qanday bo'lyapti? Yo'q, menga qara. Pi 3 ga teng emas. 3.14 ga teng. To'g'ri. O, hozirlarda hammasi zo'r, malades. Menga qara Mirsaid. Men bu paxlava bilan choy ichganda qorningni to'qlab, diqqating bir joyga jamla. Sen olimpiadaga borishing kerak, zo'r matematik bo'lishing kerak, eshitdingmi? Davay. Ustoz, Ben bo'ldim, meniklarni tekshirib bering. Ustoz, qanaqa ustoz? Ustoz emasman. Ha? Oshpaz yordamchisiman. Mendan shirinlik so'ra, choy so'ra, ovqat so'ra. Misol so'raysan? Men ustoz emasman. Men oshpaz yordamchisiman.
Asalarim, mehmonlar kelishi bilan qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, assalomu alaykum deymiz va marhabo maktabga she'rini bir qatordan shoshmasdan yod aytib berasizlar. Shahzoda, seni qo'lingga non tuz beramiz, mehmonlarga taklif qilasan. Ana undan keyin hur vatan bolasiman qo'shig'iga raqsga tushasizlar. Shunaqa bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Bu qizaloqlarni sovuqqa olib chiqib nima qilyapsizlar? Komissiya kelishi kerak. Tayyorgarlik ko'ryapmiz. Nimaga siz qalin kiyingansiz? Bu qizaloqlar yupun kiyinishgan, shamollab qolishadi-yu. Qani qizlar, ichkariga kiramiz. Marhamat. Yo'q, tushunmadim, siz nima qilyapsiz? Bo'linglar. Sizga gapiryapman. Siz kimsiz o'zi? Men shu Target maktabini ma'naviyat yetakchisiman. Bu Target maktabi xususiy maktab ekanligini bilasizmi? Bu yerda ota-onalar farzandlarini pul to'lab o'qitishadi. Hozir o'quvchilar qayerda bo'lish kerak? Darsda bo'lish kerak. O'quvchilar darsda bo'lish kerak bo'lgan paytda siz ko'zbo'yamachilikka tayyorlayapsiz ularni. Bunaqangi maynavozchilik tashabbusi kimdan chiqdi? Mendan chiqdi. Bu ish ma'naviyati past, o'quvchilarni kaltaklaydigan, pasuda mo'yka tushunadigan ishimiz. Yaxshisi siz oshxonangizga borib, idish-tovoqlaringizni yuving. Uzr. Xattimni bilmadim. A bilan minus 2 kabi qisqarib ketadi va 7 dan minus 5 ni ayirsa 2 chiqadi. Barakalla Robiya, baribir o'qituvchini farzandi ekanligingiz bilinadi. Ustoz, buni adasi o'qituvchi emas, oshxonada idish tovoq yuvadi-yu. Husan, mana adam idish tovoq yuvmaydilar. Mana adam o'qituvchilar. Mana adam eng zo'r o'qituvchilar, eshitdingmi? Dada. Qizim, nima bo'ldi? Nima yig'layapsan? Kim xafa qildi? Hech kim xafa qilmadi. Nima bo'ldi? Dada, siz oshxonada ishlamang. Nima bo'ldi? Dada, siz o'qituvchisiz-ku. Dada, siz dars bering. Bo'ldi, xo'p qizim. Albatta. Xo'p. Qara, darsing tugadim? Ha. Bo'pti, sen hozir kitob daftarlarni yig'ishtirgin. Men ishlarimni qilib olaman. Keyin uyga ketamiz, xo'pmi? Xo'p. Bora qizim. Bora. Qanaqa ariza? Starcha bilan bo'shatasan. Qizlar shoshmanglar. Ovqatlanib bo'lgandan keyin idishlarni olib, idish yuvadigan joyga olib borib qo'yish kerak. Sizlar qiz bolasizlar. Yuvib qo'ysanglar ham bo'lar. Bu ishlarni siz qilasiz. Uyda oilaga qarashmaysizlar bunaqa ishlarda. Bizning uyda bu ishlarni xizmatkor qiladi. Albatta, siz qilasiz. Hozir idishlarni olamiz. Idish yuvadigan joyga olib boramiz. Xo'pmi? Qani, aloqa. Bekzod Murodovich, oshxonada o'quvchilar majburiy mehnatga jalb qilinmoqda. Tushunmadim. Oddiy idish tovoq yuvuvchi
kichkina qizchalarni idishlarini yuvib qo'yishga majburlamoqda. O'zlari ovqat yegan idishlarni yuvib qo'yishini nimasi majburiy mehnat? Unaqa ishlarni qilishi kerak bo'lgan odam bor. Shu ishi uchun maosh oladi. Maoshini halollab olishi kerak. To'xtang. Kecha komissiya kelishiga o'zingizcha aqllilik qilib kichkina qizchalarni tashqariga yupun kiyimda olib chiqibsiz. Mabodo o'sha ishingiz majburiy mehnat emasmi? Ha, endi maktabimizni obro'si. Siz ma'naviyat yetakchisiz. Keling ma'naviyatimizni oshirishni oshxonadan boshlasak. Direktor sifatida buyuraman. Bugundan boshlab 3 oy davomida oshxonada bolalarga ovqatlanish odobini o'rgatasiz. Qo'l yuvishdan tortib, ovqatlangan joyini yig'ishtirib qo'yishgacha. O'zbekona uslubda. 3 oydan keyin nima ish qilishingizni gaplashamiz. Xo'p. Domla bitta choy. Iya. Assalomu alaykum. Va alaykum Bezatbek, yaxshimisiz? charchamayapsizmi? Rahmat. Men sizni Buxorodan idish tovoq yuvishga olib kelmaganman. Nima qildingiz? Ertadan boshlab sinfxonada dars o'tasiz. Yo'q-e. Lekin Sardor dadasi Ev odamni qo'ying. Bunaqa odamlardan qo'rqsak, ta'lim nima bo'ladi? Bu odamni bolasi bilan ishi yo'q. Maktabga ham kelmaydi. Faqat sizdan iltimos. O'quvchilar jahlingizni chiqarsa ham sovuqqon bo'ling. O'zingizni bosing. Afsuski xalqimizning ba'zi bir odamlari shunaqa. Mansabdor shaxslarni hurmacha qiliqlarini ko'taradi. TikToker, bachkana vaynerlarni maynavozchiliklarini ko'taradi. Artistlarni erkaliklarini ham ko'taradi. Lekin afsus, o'qituvchini xarakterini ko'tara olmaydi. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Ochig'i men sizlarga dars o'tishni juda ham sog'indim. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Sardor? Rahmat. O'tir. Xabaringlar bor. Yaqinda olimpiada bo'ladi. Maktabimiz o'quvchilari har yilgidek matematikadan birinchi o'rinni olish shart. Darsdaman, keyinroq telefon qilaman. Darsdaman. Qaytaraman. Olimpiadada bizni maktab o'quvchilari matematikadan birinchi o'rinni olishlari shart. Nimaga kiraverishda qorovulga telefonini berib kelmading? Men qorovulga berishim kerak. Telefon meni shaxsiy mulkim. Lekin dars seni shaxsiy vaqting emas. Jarima. Darsdan keyin oshxonani polini artasan. Kelishdingmi? Davom etamiz. Obbo domla, qalaysiz o'zingiz? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Rahmat. Kamchiliklar yo'qmi? Rahmat. Lekin siz o'zingizda kamchilik bor. Qanaqa? Ha, bu oshxonani polini artishga odam kerak bo'lsa, aytmaysizmi? Ha, bir 20 tasini o'zim olib kelib bermaymanmi? Mardikor bozorda. Bizni Bo'riboyevachchani oshxonani polini artib yurishi g'alati emasmi? O'g'lingizga jarima qo'llandi.
darsga telefon olib kirgani uchun va telefonni jiringlab darsga xalaqit bergani uchun. Shunga oshxonani polini artadimi? Target maktabimizni ichki qoidasi, o'zingiz boshida bolangizni olib kelganingizda qoidalar bilan tanishib imzo chekkansiz. Menga qarang, domlajon. Qanchadan qancha narsalarga imzo chekilyapti. Birortasi bajarilyaptimi? Eshitishimga qaraganda kecha oshxonadan yana darsga qaytibsan. Menga qara muallim. Bu safar oshxonaga emas, hojatxonaga kirib ketmagan. Endi domlajon, uyga bora qoling. Bu metro ham yopilib qolmasin. Boring, uyga boring. Darsing nechida tugaydi? Bugun olimpiadaga boramiz. Qanaqa olimpiada? Fan olimpiadasi respublikaga. Respublika bosqichga chiqdingmi? Zo'r-ku. Qaysi fan? Matematika. Yutasanmi ishqilib? Ha, buni xohlasa yutaman. Barakalla. Agar yutsang, xohlagan narsani olib beraman. Og'zingdan chiqqan narsani muhayyo qilaman, o'g'lim. Qarang lekin dada, men albatta birinchi o'rinni olaman. Ko'ramiz-da. Omad. Rahmat. Kiring. Assalomu alaykum, Bekzod Murodovich. Va alaykum assalom. Kirsam maylimi? Kirib bo'ldingiz? O'tirsam maylimi? O'tiring. Xo'sh. Oshxona qalay? Oshxona tinch. Yana qanaqa balolarni boshlab yuribsiz? Voy, balo demang. Xayrli ish. Bekzod Murodovich. Pullik ish. Pul? Konsertchilardan, teatrchilardan tanishlarim bor. Bilasiz, davlat maktabida ishlaganman. O'shanda tanishganman. Xo'sh. Targetda 300 ga yaqin o'qituvchi bor. Shu xalqlar do'stligida bo'ladigan konsertga o'qituvchilarga bilet qilib bersak. Tekingami? Nega tekinga bo'lar ekan? Pulga albatta. Chetroq qatorlardan, balkondan bilet qilib berishadi. O'qituvchilarga bo'laveradi. Baribir oyligidan olib qolamiz. Xo'sh. Agar bitta konsertdan 300 ta bilet olsak, bizga 30% ni bersa, bu 10 millionga yaqin pul degani. Agar bir oyda 5 ta konsertga bilet oladigan bo'lsak, bu 50 millionga yaqin pul degani. Qarabsizki, o'rtasidan adra qilamiz. 25 millioni sizga, 25 million menga bo'ladi. Ortiqcha bir qorinni og'ritadimi? Shu 25 million sal kamroq-da. Shuni sal qanaqa qilib ko'paytirsa bo'larkan-a? Voy, Bekzodjon, buni ham o'ylab qo'yganman. Davlat maktabida ishlaganman-ku. Teatr adminlari bilan tanishman. Haftani har seshanba kunini ma'naviyat kuni deb e'lon qilamiz. Teatrlarni chaqiramiz. Targetni filiallari ko'p. Kimsan? Boylarni bolalari o'qishadi. Teatrga desak 200 mingdan ota-onalari jon deb berib yorishadi. Teatrni o'ziga 100 mingdan bersak, do'ppisini osmonga otadi. Shunda oyiga qancha topsak bo'ladi? 50 milliondan topsak bo'ladi. Yaxshi. Unda keling bundoq qilamiz. Siz bizdan qancha oylik olasiz? 4 million 800 ming. Boshlanishiga sizni oyligingizga
qancha bilet bersa olsak-da, ma'lum bir o'qituvchilarga tarqatsak. Masalan, fevral oyida tug'ilgan kunini nishonlayotgan o'qituvchilarga. Tushunmadim. Nimaga meni oyligimga bilet olish kerak ekan? Nega hamma o'qituvchilarning oyligidan majburiy olib qolishim kerak? Konsertga tushgisi kelmasa hammi? Bir tiyinga qimmat. Qayerdagi qolgan fonogramma konsertlarini nimaga o'qituvchilarga tiqishtirishadi? Qanaqadir jurnal, gazetalarga majburiy obunalarmi yey? Ba'zi maktablarda sinfxonalar o'qituvchilarning maoshiga ta'mirlanyapti. Shunchasi yetmagandek, endi qanaqadir sertifikatlar o'ylab topdik. Shu sertifikat bo'lsa, oyligi oshadi. Xo'sh, endi shu sertifikatni o'qib olyaptimi? Yo'q. Sertifikat sotilyapti. Ey, o'qituvchini ham sal maoshi oshib, ko'ksiga shamol tegsa maylimi? O'qituvchini ham muzlatkichi to'la tursa maylimi? O'qituvchi ham elektromobil minsa maylimi? O'qituvchi ijarada emas, o'zini uyida yashasa maylimi? Keyin anavi teatrlarni arzon tomoshalarini bizning maktabga tiqishtirmang. Butun dunyo bolalari 7 ta filmlar ko'rayotgan paytda bizning o'quvchilar Baraqvoy bilan Qizil shapkacha ko'rmaydi. O'zbek bolalari uchun hech qanday zamonaviy film ham, hech qanday spektakl ham yo'q. Ismingiz nima edi? Ma'rifat. Afsus. Faqat ismingiz Ma'rifat ekan xolos. Hurmatli o'quvchilar, bilasizlarmi sizlar qanday baxtlisizlar? Dunyodagi millionlab, balki milliardlab bolalarga nasib qilmagan sifatli ta'lim olish baxtiga muyassar bo'lyapsizlar. Bu uchun Yaratganga shukrlar aytishingiz lozim. Va albatta, ota-onangizga bunday imkoniyatni yaratib berayotganlar uchun rahmatlar aytishingiz kerak. Sizlar target o'quvchilarsizlar. Bizning maqsadlarimiz katta. To'g'ri, sizlar fan olimpiadasida tuman va shahar bosqichida g'alaba qozondinglar. Lekin bu bizni qoniqtirmaydi. Bugun bo'lib o'tadigan respublika bosqichida albatta birinchi o'rinni egallashlaringiz shart. Sizlarga omad tilab, yana bir bor Target maktabini ochishdan maqsadimni eslatib o'tmoqchiman. Biz jamiyatga ishchilarni emas, ish beruvchilarni yetkazib beramiz. O'zi bizani sulola ilmlilar sulolasi. Otam rahmatli mana tekstilda ustasi bo'lganlar. Mana bilasizlar, biznesda ustasiman. Amaklarimiz ham hammasi olimlar bo'lganda. Endi o'g'lim Sardorga keladigan bo'lsak, sehrli. Shuning uchun fizikadan respublika olimpiadasida birinchi o'rinni oldi, qarang. Asadilla aka, matematikadan. Matematika bo'lsa matematikada. Bugungi o'tirishimiz mana shu Sardorni birinchi o'rinni olganligi munosabati bilan. Men o'g'limga agar birinchi o'rinni olsang, xohlagan narsani olib beraman deb va'da qilganman. Endi hozir sizlarni guvohligingizda o'sha va'damni bajarsam. Sardor toy. Keling, kechamizni qahramonida endi. Va alaykum assalom. O'g'lim, o'sha va'da. Nima xohlaysan? Nima olib beray? Mashina. Shu xolosmi? Hop, 15 ta mashina bor-ku. Qanaqasidan? BYD. BYD? BYD deydilar. Bo'ldi. Va'da. Lekin mashina minishga senga sal vaqtliroq. Ola qol. Dada, hozir.
bolani o'qigani yaxshi-da. Bezodjon, aytdim-ku sizga. Bu bola sizni tarbiyatingizning yuzini yorug' qiladi deb. Bekzodjon, bu nima qilyapti? Asadulla aka, Sardorni olimpiadaga shu ustoz tayyorladi. Qanaqasiga bu? Ha. Sizni sharofatingiz bilan Sardorni olimpiadaga shu ustoz oshxonada tayyorladi. Sardor? Ustoz, meni kechiring. Dada, bu mashina rostdan menga? Albatta o'g'lim. Men buni ustozimga sovg'a qilaman. Kerak emas, Sardor. Ustoz, siz bundan ham kattalarga loyiqsiz. Bu sizga. Ustoz. Afsus. Sizga o'xshagan insonlar kam. Menga o'xshagan insonlar esa ko'p. Sizdan uzr so'rayman. Menga o'xshagan ustozni xo'rlaydiganlar nomidan uzr so'rayman. Buxorolikmisiz? Va Toshkentda uy-joy qildingizmi? Yo'lda. Xudo xohlasa. Xudo xohladi-yu. Yo'q, ay. Mashina berdinglar-ku. Mashina o'g'limning sovg'asi edi. Mani sovg'am alohida. Shu Sardorga deb uyab qo'ygandik. Amaki, baloningizni qoraytirib bering. Yo'q, rahmat, kerak emas. Amaki, qoraytira qoling. Kam. Doston, Ustoz, sen nima bunaqa ishlar qilib yuribsan? haligi oyimga yordam bo'lsin deb chiqqandim. Sani oying targetga kelib boshqa shaharga ko'chib ketyapmiz. Dadamizning ishi bilan degandiyu.
Ustoz. Adam qamalib qoldi. Biz maktab pulini to'la olmay qoldik. Oyim buni aytgan uyaldilar. Necha yilga qamaldi? 9 yilga. Endi 2 yil o'tirdilar, yana 7 yil bor. Sen mashinaga o'tirgin. Bekzod Murodovich. Bu yigitning ismi Doston. Bizni maktabimizni o'quvchisi edi. Edi? Ha. O'tgan yili onasi boshqa shaharga ko'chib ketyapmiz deb maktabdan olib ketgan edi. Bugun bilsam, otasi qamalib qolgani uchun o'qiy olmagan ekan. Shunga agar ruxsat bersangiz, Dostonni maktabga qaytarsak. Yo'q. Bekzodjon, buni o'qishini pulini men to'layman. Oyligimdan. Yo'q. Doston juda ham iqtidorli o'quvchi. Menga Xudo bir kunda ham uy berdi, ham mashina berdi. Bitta o'quvchining pulini to'lamasam yurgan ekanman-da. Yo'q. Nimaga siz farzandlaringizni rizqini boshqalarga bera olishingiz kerak? Agar bola rostdan iqtidorli bo'lsa, marhamat, imtihon topshirsin. Grantimiz bor. Iltimos. Siz aytgancha bor ekan. Doston 100% grant yutdi. Men Dostonni 100% grant yutishiga 100% ishonardim. Chunki bu yigit super iqtidor. Endi dadasi qamaldi degani hammasi tugadi degani emas-ku. Qancha dadasi qamalganlar bor. Qancha dadasi yo'qlar bor. Qancha dadasini puli yo'qlar bor. Mana shunaqangi sabablar bilan afsuski ko'p bolalar sifatli ta'limdan mosuvo bo'lishyapti. Xudoga shukr, Bekzodjon. Bitta iqtidorni bo'lsa-da sifatli ta'limga qaytara oldik. Doston ikkala qulog'iga ham quyar. Bularni hammasi senga qarz. Xo'sh, qarzingni qanaqa qilib uzasan? Katta bo'lsam, albatta biznesmen bo'laman. Pulim ko'p bo'ladi. Men ham qiynalgan oilalarning bolalarini o'qitaman. Xuddi ustozimga o'xshab. Va'da beraman.